Hammaga assalomu alaykum. YouTube Elshodbek Uz va YouTube obunachilarim. Hammaga hayit ayyomi muborak bo'lsin. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy qishlog'iga kelamiz, ya'ni o'sha O'ptimchilar mahallasiga kelamiz. Kimni xonadonidamiz deb o'ylaysizlar? Birinchidan, o'zimizni xonadonimizga kelganmiz. Ikkita sotilaydan no'schamiz bor, shularning ma'lumotini berib, narxlar bilan tanishtiramiz sizlarni. Bu birinchisi, bu kattasi akalar. Bunisi kichikroq, mana sipet. Ikkovi ham sipet mollar, mana sipetcha. Bo'ylari bilan tanishtirsak, bo'yi bunisi 1.2 chiqdi, bunisi 1.5 chiqdi. Bunisi sal kattaroq. Bularni endi shu bozordan olganmiz. Tirikchilik bizniki ham. Bozordan dadam olib kelgan, men o'zim YouTube'ga qo'yyapman. Bular endi yeb ichishi, sog'ligiga bir hafta garantiya. Mana go'sht qaytarib turibdi, ertalabki o'ti bilan. Sanasini ham aytib qo'yak, biz sanasi 2025-yil 5-iyun kuni olinyapti video. Haligi video qo'yamiz lekin. Bu mollarning narxi bilan tanishsak, buni narxi 16 beraverasizlar aka bularga. Bunga 16 beraverasizlar. Bunga 16 kam bor. Bunga ham 16 kam bor. Bu ham mana sipet. Bunga ham 16 kam bor. Mana ko'chatini ko'ryapsizlar akalar. Go'sht qaytarib turgan mollar mana. 16 da 32 kam bor. Optimiga gaplashamiz desangiz, ana 31,5 kam bor. 500 ming o'tib beraman. Yana hayri ham bor. Hayri ham bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasini ham qilib beramiz o'zimiz. Samarqand, Buxoro, Toshkentlarga kelishamiz endi. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman lekin. 32 million deb turdik. 31,5 million hayri ham bor, dastlabkasi ham bor. Hamma yo'g'i bor. Dastlabka o'zimiz ham olib beramiz. Dastlabkalarni ham qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Buxoro, Samarqandlarga endi kelishamiz o'rtada. Agar shu atrofdan Hojibolarga, agar Rossiyadanman desa, ana 100 mingdan 200 ming o'tib qo'ydim ikkoviga. Jupiga 100 mingdan 200 ming o'tib qo'ydim. Birinchi telefon qilganga. Birinchi telefon qilganda 100 mingdan 200 ming o'tib qo'ydim. Men yangiman. Bilasizlar aka, men yangiman. Endi birinchi videomda olyapman. Agar kamchilik va xatolar uchun oldindan uzr so'rayman. Keyin biz ham professionalga o'xshab obuna va like, kommentlar banglar turib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Hammaga rahmat. 5-6 minutlaringda olgan bo'lsak uzr so'raymiz. Hammaga omad ishlariga. Sog' bo'lasizlar.